Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Management of Advanced Medical Devices, ya'ni zamonaviy tibbiy qurilmalarni boshqarish malaka oshirish kursining 11 mavzusiga yetib keldik. Ushbu mavzuda o'qitish va ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni tibbiy asbob-uskunalarni biladigan va ishlata oladigan malakali tibbiyot xodimlari mavjudligi xavfsiz, samarali va bemor ehtiyojlariga yo'naltirilgan tibbiy yordam ko'rsatish uchun juda muhimdir. Ammo ko'pgina tibbiy asboblar, ayniqsa murakkab asbob-uskunalar kasalxona xodimlarining ko'pchiligi kollej va universitetlarda o'qigan paytlarida hali mavjud bo'lmagan edi yoki ular hozir ishlatilayotgan markalar va modellardan farq qiladigan turlari bo'yicha o'qitilgan. Tibbiy texnologiya juda tez o'zgarmoqda va rivojlanmoqda. Bozorda muntazam ravishda yangi funksiyali modellar paydo bo'lyapti. Innovatsion texnologiya bemorlar va davolash samaradorligini oshirish uchun ko'plab imkoniyatlarni yaratdi. Ammo bu tibbiy xodimlar oldida qurilma talab darajasida ishlatilayotganini to'liq tushunish vazifasini ham qo'yadi. Shuningdek, qurilmani noto'g'ri ishlatish xavfini ham tug'diradi. Inson resurslarini rivojlantirish, uzluksiz kasbiy ta'lim bu xavfni kamaytirishga yordam beradi va shifoxona xodimlariga tibbiy asbob-uskunadan optimal foydalanish va unga xizmat ko'rsatishga imkon beradi. Shunday qilib, o'qitish trening doirasida muhim faoliyatdir. Ideal holda bu butun shifoxonaning ta'lim va sifatini yaxshilash madaniyatiga kiritilgan bo'lib, bu kengroq ma'nodagi inson resurslarini rivojlantirish strategiyasi yoki siyosatga aks ettiriladi. Inson resurslarini rivojlantirishning boshqa juda muhim elementlari quyidagilardan iborat. Ya'ni yo'naltirish, orientatsiya va kirish yo'riqnomasi, treningga bo'lgan ehtiyojlarni baholash, kasbiy rivojlanishni va rejalashtirish, ish joyida o'qitish, murabbiylik va kuratorlik, shuningdek, treningni baholash. Birinchi rasmda inson resurslarini rivojlantirishning asosiy jarayonlari va harakatlari, shuningdek asosiy sarflari va natijalari ko'rsatilgan. Endi maqsadli guruhlar. O'zbekistonda uzluksiz tibbiy ta'lim majburiydir va klinik tibbiy o'quv mavzulari bo'yicha yaxshi tashkil etilgan. Tibbiy texnologiyalar menejmenti bilan bog'liq uzluksiz kasbiy ta'lim esa hali boshlang'ich bosqichda. Kasalxonalar barcha tegishli xodimlarning zarur malakaga ega bo'lishlariga e'tibor qaratishlari kerak. Bu ayniqsa quyidagilarni o'z ichiga oladi: uskunalar bilan ishlaydigan tibbiy vrachlar, hamshiralar, xodimlar, texnik ta'mirlovchi xodimlar, shu jumladan klinik biotibbiyot texniklari va muhandislari, elektriklar yoki dezinfeksiya saqlash, mehnat muhofazasi va boshqalar uchun mas'ul bo'lgan tibbiy va yordamchi xodimlar, xaridlar va buxgalteriya hisobi bilan shug'ullanuvchi ma'muriy va yordamchi xodimlar. Shuningdek, trening asbob-uskunaning oxirgi foydalanuvchisi sifatida bemorlar va ularning qarovchilariga qaratilgan bo'lishi mumkin. Masalan, bemorga uyda parvarishlovchi tomonidan buyrak dializi o'tkazish holatida va shunga o'xshagan holatlarda. Birinchi rasmda ko'rinib turibdiki, inson resurslarini rivojlantirish bilan bog'liq faoliyat va natijalarning umumiy ko'rinishi. Ya'ni jarayonlar, harakatlari va natijalar nima bo'ladi, shu bo'yicha to'liq informatsiya berilgan. Ya'ni o'qitish, rivojlantirish ehtiyojlarini baholash, shaxsiy kasbiy rivojlanish rejasi, o'quv rejalari va materiallarni tayyorlash, o'qish imkoniyatlarini ta'minlash, o'quv mashg'ulotlar o'tkazish yoki treningni tahlil qilish va baholash. Natijada tibbiy asbob-uskunalarni ishlatish va texnik xizmat ko'rsatishga qodir malakali kasalxona xodimlari bo'ladi, yetishib chiqadi. Maqsadli guruhlar mashg'ulotlari, mavzulari va chuqurligi bilan farq qiladi. Masalan, oddiy foydalanuvchi mashg'ulotlari, tajribali foydalanuvchi mashg'ulotlari, amaliy mashg'ulotlar, texnik xizmat ko'rsatish, servis bo'yicha mashg'ulotlar va malakali oshirish kurslari yoki rollar va mas'uliyatlar. Ikkinchi rasmda ko'rsatilgandek, inson resurslari kadrlar bilan bog'liq rollar va majburiyatlar turli manfaatdor tomonlar orasida taqsimlanadi. Shifoxona rahbariyati ishlash maqsadlari va vazifalari to'g'risida umumiy ko'rsatma beradi. Odatda ular trening byudjeti chegaralarini ham belgilaydilar. Boshqaruv va ish faoliyatini muntazam baholash orqali bo'lim mudirlari o'z xodimlarining ishdagi kamchiliklarini yoki o'quv ehtiyojlarini aniqlaydilar. Ular o'z xodimlariga o'qish imkoniyatlarini taklif qilishlari va rejalashtirishlari mumkin. Inson resurslari kadrlar bo'limi yoki ideal holatda uning o'quv bo'yicha mutaxassisi kadrlar siyosatini tayyorlaydi va rivojlanish ehtiyojlarini baholashga rahbarlik qiladi. Ko'pincha u shifoxona xodimlari uchun rivojlanish imkoniyatlarini taklif qiladi va rejalashtiradi. Xodimlar bo'limi mudirlari bilan birgalikda o'zlarining kamchiliklari va o'quv ehtiyojlarini, shuningdek, o'qish imkoniyatlarini aniqlaydilar. Ikkinchi rasmda ko'rinib turibdiki, shifoxona rahbariyati yoki IP kadrlarini o'qitish bo'limi, xodimlar, bo'lim mudirlari va shunga o'xshagan nimalar to'liq informatsiya berilgan. Trening o'quv ehtiyojlarini baholash. Kasalxona ichidagi alohida xodim yoki katta guruh mutaxassislarining
Rivojlanish ehtiyojlarini aniqlash jarayoni trening ehtiyojlarini baholash deb ataladi. Ya'ni trening ehtiyojlarini baholash o'quv sikli deb nomlangan tadbirlar ketma-ketligining bir qismidir. Trening ehtiyojlarini baholash xodimlarning bilimi, ko'nikmalari va ish uslublarini yaxshilashga qaratilgan. Natijada bu tashkilot faoliyatiga va sog'liqni saqlashda erishiladigan natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 4-rasmda tasvirlangandek, trening ehtiyojlarini baholash odatda ishchining hozirgi malakasi va bu ishni bajarish uchun zarur bo'lgan malakalar o'rtasidagi farqni aniqlaydi. Bu farq turli xil omillarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni-da 3-rasmda trening ehtiyojlarini baholash o'quv siklining qismi. Ya'ni-da treningni baholang, trening ehtiyojlarini baholash, o'quv ustuvorliklari natijalarini belgilash, o'quv dasturi va materiallarni tayyorlash, treningni tashkil etish va nazorat qilish, treningni baholash. 4-rasmda esa trening ehtiyoji mavjud malaka va zarur bo'lgan malaka o'rtasidagi farq. Real holatda qanaqa, ideal holatda qanaqa solishtirilgan ishchi uchun talab qilinadigan malaka, shu paytda ishlayotgan xodimning malakasi yoki shu paytda ishlayotgan xodimning malakasi ideal holatda bo'ladi ekan. Johari oynasi degan nima bor, tushuncha bor. Ya'ni-da trening ehtiyojlarini baholashning o'ziga xos qiyinchiligi agar qobiliyatsizligi demasak, vaziyatni to'liq va obyektiv tasavvur qilish hisoblanadi. Agar menda rivojlanish ehtiyoji bo'lsa, men buni bilmasligim mumkin. Mening rahbarim buni bilishi mumkin. Lekin aniq emas, ayniqsa agar u ham bu sohada bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmasa. Shunday qilib, trening ehtiyojlarini baholash har xil usul va yondashuvlarni birlashtirish kerak bo'ladi. Turli nuqtai nazarlarni birlashtirish quyidagi natijalarga erishishga imkoniyat yaratadi. Johari oynasida quyidagicha ko'ring, ya'ni tasvirlangandek, ko'r dog'lar, ish samarasizligining yashirin va noaniq jihatlari tomonlari va ta'lim ehtiyojlari bilan bog'liq muammolarni hal qilishga qaratilgan choralarni ko'rish. Yoki ishonchlilik va haqiqiylikni o'zaro tekshirish. Aniqlangan ehtiyojlar to'g'risida manfaatdor tomonlar o'rtasida konsensus o'rnatish yoki kelishib olish. 5-rasmda Johari oynasi tasvirlangan, ya'ni noaniq jihatlar tomonlaridan ko'r dog'lar, jamoatdagi imij, yashirin jihatlar tomonlari va shunga o'xshagan nimalar tasvirlangan. Jamoatdagi imij bu xodimning o'ziga, shuningdek kasalxonadagi boshqa odamlarga ma'lum bo'lgan qobiliyatlari, kuchli va zaif tomonlari keltirilgan. Ko'r dog'lar bu xodimning o'zi bilmaydigan, ammo kasalxonadagi boshqa odamlarga ko'rinadigan zaif va shu bilan birga kuchli tomonlari ham ko'r dog'larni 360 darajali, ya'ni rahbar hamkasblar va bo'ysunuvchilar bilan qayta aloqa qilish orqali bartaraf qilish mumkin. Yashirin jihatlar tomonlar bu muayyan bir xodimning o'ziga ma'lum bo'lgan qobiliyatlari, kuchli yoki zaif tomonlari, lekin kasalxonadagi boshqa odamlarga ular ma'lum emas. Alohida xodimlarning ishlashi va malakasiga tegishli yashirin tomonlar jihatlar bilan bog'liq muammolarni yaxshi rahbarlik va nazorat orqali hal qilish mumkin. Bunda shuningdek xodim o'z rivojlanish ehtiyojlarini rahbarga ma'lum qilishdan qo'rqmaslik korporativ madaniyati talab qilinadi. Noaniq jihatlar tomonlar bu xodimlarning o'ziga ham kasalxonadagi boshqa odamlar ham bilmaydigan qobiliyatlar, kuchli va zaif tomonlar hisoblanadi. Ma'lum darajada xodimlarning ish samaradorligi masalalarining noma'lum jihatlari tashqi konsultantlar tomonidan mustaqil tahlil, qiyosiy tahlil va boshqa usullar yordamida ko'rib chiqilishi mumkin. Trening va ehtiyojlarni baholashda to'plangan ma'lumotlar shifoxona menejerlarining quyidagilar bo'yicha qaror qabul qilish uchun ma'lumotni ta'minlaydi. Ya'ni-da faoliyat uchun maqsadli guruhlar kimlardan iborat bo'lishi kerak va birinchi navbatda talab qilinadigan yangi malakalar, ya'ni bilimlar, ko'nikmalar va yondashuvlar. Yuqorida tushuntirilgandek, ideal holda ishonchli natijalarga erishish maqsadida alohida trening va ehtiyojlarni baholash usullarini aralashtirish birga ishlatilishi kerak. Odatiy namunaviy lavozimlarning eng yaxshi amaliyotga muvofiqligini baholash uchun zarur tajribaga ega bo'lgan shaxslar tomonidan bevosita kuzatilishi, quyida so'rovnomalar eng ko'p ishlatiladigan trening va ehtiyojlarni baholash usullari, ularni nisbatan katta va har xil turdagi guruhlar uchun mavjud ko'nikmalar va bilim darajalari, o'qitiladigan ehtiyojlar va muammoli joylar haqida ma'lumot olish uchun ishlatish mumkin. Anketa odatda rejalashtirish uchun sifat va miqdoriy ma'lumotlarni beradi. Yarim tuzilgan yoki ochiq so'rovnomalarga qaraganda standartlashtirilgan asosiy malakalarni o'z ichiga olgan so'rovnomalarni baholash ancha oson. Nuqtai nazarlar, qarashlar va muammoli sohalarni baholash uchun rahbarlar, ishchilar va boshqalarning reprezentativ tanlanmalari bilan o'tkazilgan intervyulardan foydalanish mumkin. Intervyular rasmiy yoki norasmiy bo'lishi mumkin. Tashkilotning rahbariyati bilan ishlashda ko'pincha so'rovnomalar o'rniga intervyu afzal ko'riladi. Asosiy lavozimdagi shaxslar bilan maslahatlashuvlar yoki ma'lum bir
bilim va fokus guruhlar ichida maxsus yaratilgan mutaxassislar guruhlari, munozaralar muayyan muammolarni yaxshiroq tasavvur etishga va har xil fikrlarni jonli ravishda almashishga imkon beradi. Bu shuningdek, guruh ichidagi trening o'qitish ehtiyojlari va ish samaradorligi masalalari bo'yicha konsensusga kelishuvga erishishga yordam berishi mumkin. Tegishli hujjatlarni ko'rib chiqish, shu jumladan qonunlar, me'yoriy hujjatlar, tibbiy yozuvlar, professional standartlar, eng yaxshi amaliyot ko'rsatmalari, hisobotlar va tadqiqotlar muassasa yoki ayrim bo'limlarning ehtiyojlarini tahlil qilishga yordam beradi. Ular shuningdek muayyan ishlarga bo'lgan qonuniy, me'yoriy va professional talablarni ko'rsatib berishi mumkin. Testlar muayyan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va ish uslublarini baholashga yordam berishi mumkin. Ish namunalari muayyan kasbning asosiy faoliyati, shaxsiy bilim kamchiliklarini va ehtiyojlarini baholashda, xususan ijodiy funksiyalar uchun muhim ahamiyatga ega. Quyidagi jadvalda o'quv maqsadlari, trening ehtiyojlarini baholash va o'quv rejalarini aniqlashda qo'llaniladigan eng keng tarqalgan yondashuvlar va usullar keltirilgan. Ya'nida qanaqangi yondashuv, o'quv rejasi quyidagilarga muvofiq ishlab chiqilgan, ya'nida bundagi usullar va vositalar. Ya'ni birinchisi alohida aniqlangan shaxsiy o'quv maqsadlari. Ya'ni lavozim tavsiflari, ishlarni tahlil qilish, ish rejasi, rejalashtirilgan o'zgarishlar martaba o'sishi asosida ishlab chiqilgan trening va ehtiyojlarni baholash va o'qitish yondashuvlari o'qitish. Ikkinchisi oldindan belgilangan o'quv maqsadlari, lavozim tavsiflari, ishlarni tahlil qilish, ish rejasi, rejalashtirilgan o'zgarishlar martaba o'sishi asosida ishlab chiqilgan va o'qitish. Ikkida huquqiy, me'yoriy va kasbiy majburiyatlar, qonun hujjatlari, qoidalarga belgilangan talablarga va kasaba uyushmalari va yoki ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan standartlarga muvofiq ishlab chiqilgan o'quv rejalari. Odatda treninglar mehnatni muhofaza qilish bilan yoki ishlab chiqaruvchilarning murakkab qurilmalarini xavfsiz ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq. Keyingisi fokus guruh orqali aniqlangan guruhiy o'qitish ehtiyojlari. Intervyu qo'llanmasi yoki so'rovnoma yordamidagi intervyu, fokus guruhlari o'zgalarning ishi va o'qitish ehtiyojlarini muhokama qilishadi. Xodimlar so'rovlari, ya'ni yarim tizimlashtirilgan anketalar va qo'shimcha intervyular orqali o'qitish ehtiyojlarini aniqlash, natijalarni muhokama qilish va ustuvorliklarni belgilash, asosiy o'quv maqsadlari va o'quv dasturlarini rejalashtirish. Yondashuvlar quyidagi jihatlardan farq qilinadi. Birinchisi baholash, shaxsiy o'zini o'zi baholash, guruh baholash, rahbar yoki uchinchi shaxslar tomonidan baholanishi, talab qilinadigan kompetensiyalar, standart kompetensiyalar va muayyan shaxsiy ta'lim ehtiyojlari, vositalar, intervyu so'rovnomalar, fokus guruh muhokamalari va boshqalar, ishtirok etish darajasi, o'quv rejasini birgalikda aniqlash, ustuvorliklari, kelishib belgilash, oldindan belgilangan talab qilinadigan maqsadlar, o'quv rejasining yo'nalishi, individual, guruhli, muayyan ish samaradorligi muammosi, standart umumiy yoki tashkilot bilan bog'liq yondashuv, ikkita maqsadli guruh, boshqaruv xodimlari, professional texnik xodimlar, yordamchi xodimlar, butun barcha ishchi kuchi. Shaxsiy kasbiy rivojlanishni rejalashtirish, rivojlanish, o'qitish ehtiyojlarini muntazam ravishda ko'rib chiqish va qayd etish eng yaxshi amaliyotdir. Kasalxona darajasida tizimli tibbiy ehtiyojlarni baholash, o'tkazish o'rniga siz bo'limingizdagi har bir xodimdan uning o'zini kuchli, strengths va zaif tomonlarini, weakness, shuningdek shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari, opportunities va xavflarni, threats, ya'ni shaxsiy rivojlanishdagi to'siqlarni baholashni so'rashingiz mumkin. Shunda siz har bir xodim bilan individual SWOT tahlillarini ko'rib chiqishingiz va muhokama qilishingiz va xodimning kasbiy malakasini oshirish bo'yicha choralarni kelishib olishingiz mumkin. Individual SWOT tahlil hozirgi professional malakangizni baholash, ya'ni rivojlanish ehtiyojlarini baholash va muhokama qilish hamda rivojlanish bo'yicha kelishib olish natijasida har bir xodim uchun shaxsiy rivojlanish rejasi yaratiladi. Quyidagi ikkita misol shaxsiy rivojlanish rejalarining turli shablonlarini ko'rsatadi. Siz ularni moslashtirishingiz mumkin. Endi mening kuchli tomonlarim, strengths, men nimalarni yaxshi qila olaman. Mening zaif tomonlarim, mening weaknesses, men nimalarni qilishda qiynalaman va men bu ko'nikmalarni yanada rivojlantirishim kerak. Imkoniyatlar, opportunities, mening rivojlanishim uchun qanday imkoniyatlar mavjud? Xavflar, mening ko'nikmalarimni yaxshilashga qanday to'siqlar mavjud? Shu bo'yicha yozib chiqish kerak bo'lar ekan. Shaxsiy rivojlanish rejasi va o'quv mashg'ulotlari muntazam ravishda ko'rib chiqilishi va xodim tomonidan yangi ko'nikmalarni qanchalik o'zlashtirilganligi va qanday qilib o'z faoliyatini yangilash, yaxshilashganligi baholanishi kerak. Kasalxonaning tartib taomiliga qarab, bu tadbir muntazam ravishda o'tkaziladigan xodimlarning attestatsiyasidan alohida yoki uning bir qismi bo'lishi mumkin.
Ba'zi shifoxonalar kasbiy rivojlanishni birgalikda ko'rib chiqishi va maslahat berish uchun yuqori malakali xodimlarni murabbiy, kurator qilib tayinlaydilar. Yangilangan rivojlanish rejasi hozirgi va kelajakdagi rivojlanish ehtiyojlarining o'zgarishini aks ettiradi. Bu xodim martaba yo'lida harakat qilinganda va masalan kasalxonada boshqaruv lavozimi uchun yetakchilik va ko'nikmalarni talab qilinganda ayniqsa to'g'ri hisoblanadi. Kasalxona o'z xodimlariga o'qish imkoniyatlarini taqdim etish yoki tashkil qilishda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lsa-da, ERP o'qitish byudjeti cheklangan bo'ladi. Shuning uchun shifoxona rivojlanish faoliyatini qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat berishi kerak. Shuning bilan ushbu darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.